Assalomu alaykum. Mening ismim Ataxonova Shirin Shuhratovna. Men 14 yillik ish tajribasiga ega bo'lgan shifokorman. Ushbu videoda men sizlarga quyidagi mavzularni yoritib beraman. Ya'ni malaka oshirish sohasidagi tendensiyalar va hozirgi holat haqida, WorldMed Education malaka oshirish markazi haqida, shuningdek ushbu videoni oxirigacha ko'rganlar uchun maxsus bonus tayyorlaganmiz. Keling boshlaymiz. Ko'pgina hamkasblarim kabi men ham bir xil muammoga duch kelganman. Juda zich ish jadvali sababli muntazam ravishda o'z ustimda ishlash va professional malakamni oshirish uchun vaqt yetishmaydi. Mani o'zimda ham ish jadvalim juda zich. Ishdan charchab kelaman va bo'sh vaqtimni oilam bilan o'tkazishni istayman. Bundan tashqari, o'z kasbiy ko'nikmalarimizga bo'lgan ishonchni mustahkamlash va mehnat bozorida raqobatlikni saqlab qolish uchun kasbiy malaka oshirish doimiy ravishda zarur. Albatta, malaka oshirish juda muhim. Yaxshiyamki men poytaxtda yashayman. Shuning uchun kelib ketish, turar joy topish va qo'shimcha xarajatlar bilan bog'liq qiyinchiliklar menga bilinmaydi. Hududlarda faoliyat olib borayotgan hamkasblarimiz esa kasbiy malakasini oshirish jarayonida aynan shu kabi muammolarga duch kelishmoqda. Ushbu muammoni hal etish maqsadida WorldMed Education malaka oshirish markazi tomonidan sertifikatlangan masofaviy onlayn malaka oshirish kurslari tashkil etildi. Ushbu kurslar asosiy ish faoliyatingizdan ajralmagan holda o'zingizga qulay vaqtda ta'lim olish imkonini beradi. Kompaniyamiz 2022-yilda tashkil etilgan. Markazimizga o'z sohasida katta ish tajribasiga ega bo'lgan, yuqori malakali ilmiy darajaga ega mahalliy hamda xorijiy mutaxassislar taklif etilib dars berishadi. Ta'lim barcha tibbiy yo'nalishlar bo'yicha mavjud bo'lib, o'quv jarayoni siz uchun qulay tarzda tashkil etilgan. Ya'ni onlayn shaklda istalgan raqamli qurilmalar orqali, jumladan mobil telefon, noutbuk yoki kompyuter yordamida. Barcha ta'lim dasturlari O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirligi tomonidan tasdiqlangan. Kurs yakunlangach, soatlar ko'rsatilgan holda davlat namunasidagi malaka oshirish to'g'risidagi sertifikat beriladi. Shuningdek, malaka oshirish markazimiz uzluksiz tibbiy farmatsevtik ta'lim portali platformasida rasman ro'yxatdan o'tgan bo'lib, tibbiyot va farmatsevtika xodimlarining malakasini baholash markazi tomonidan sertifikatning qabul qilinishi barcha belgilangan talablarga to'liq muvofiq holda va mutaxassis uchun hech qanday qo'shimcha xatarlarsiz kafolatlanadi. Ushbu ta'lim formati ishingiz va qo'shimcha vaqtingizni olmasdan sifatli kasbiy malaka oshirish imkonini beradi. Va shu bilan birga narxlar ham hamyonbop. Siz ham ishingizdan ajralmagan holda va ortiqcha xarajatlarsiz o'z yo'nalishingiz bo'yicha malaka oshirishni istasangiz, biz aynan sizga malaka oshirish kurslarimizni taklif etamiz. Aytgancha, ushbu videoni oxirigacha ko'rganlar uchun maxsus chegirma tayyorladik. Bu chegirma ushbu videoni ko'rayotganlar uchun beriladi. Maxsus chegirma haqida ma'lumot olish uchun quyida o'z ma'lumotlaringizni qoldiring. Ya'ni familiya ismingiz, sharfingiz, kasbingiz, yashash hududingiz va telefon raqamingiz. Va bizning mutaxassislar siz bilan bog'lanadilar. Kurslarimizda ko'rishguncha xayr. Assalomu alaykum. Hammaga. Men WorldMed Education'da o'qidim. Menga juda yoqdi. Ayniqsa menga o'xshagan onajonlarga asbat etgan klubga ekan. Ustozlarimga kattakon rahmat aytaman. Juda qiziqarli dars o'tib berdilar. Biz o'zimizga sohamiz bo'yicha eng kerakli ma'lumotlarni oldik. Menga eng yoqqan tarafi erkin muloqot. Dars jarayonida shu ustoz gapirayotgan vaqtda shunday to'xtatib, tushunmagan joyimizni so'rasak, bizga juda chiroyli tarzda yig'ilmasdan tushunarli qilib tushuntirib beradi. O'sha tarafni men qattiq hurmat qildim. Menga yoqdi. O'qimoqchi bo'lganlarga tavsiya qilaman. Mana onlayn o'qishlarni yakunlab oldik. Darslarni o'tib berishda juda ham tushunarli, foydali bo'ldi. Yaxshi tomoni onlayn o'qishda ishdan ajralmagan holda darslarni yaxshi o'zlashtirishga yordam berdi. Shaxsan menga mana shu tarzdagi dars o'tish menga yoqdi. Rekomendatsiya beraman shu tarzda dars o'tishni. Rahmat. Ularning darslari qiziqarli hamda tushunarli o'tdi. Dars mobaynida qiziqarli savollar, test hamda muammoli masalalar bilan o'tdilar. Ularni biz yechdik va menga hattoman yoqdi. Rahmat katta. Bizga shunchalik qulayliklar yaratib berganligi uchun, shunchalik prezentatsiyalar, leksiyalar o'qib bergani uchun hammalaringizga kattakon rahmat. Men WorldMed Education kursida o'qidim va o'qish jarayonida sohaga oid bo'lgan barcha oxirgi yangiliklar haqida dars jarayonida ma'lumot oldik va darsimiz jonli
juda ham qiziqarli o'tdi. O'qimoqchi bo'lganlarga shu kursni tavsiya qilaman. Mana shu kursni tashkil qilgan ustozlarga va tashkilotchilarga o'z minnatdorchiligimni bildiraman.